parklarga deysizmi, chiroyli joylarga, tog'larga borishga qani dedim. Ichimdan siqilardim. To'g'ri meni xursand qilishmoqchi bo'lardi, lekin men ko'rmasdim. O'shalarni ko'rsam edi, barmoqda derdim. Orzu qilardim. Kimdandir ko'pdir yashayapman. Farzandli bo'ldim, xursand bo'ldim. Mana farzandli bo'ldim, erta menga ko'z bo'ladi shu farzandim. Xiyonchiq bo'ladi deb. Shunchalar xursand bo'ldim, lekin farzandimda ham shu kasallik aniqlanib, bitta ko'zdan aylangandan keyin dunyoyi jahonim yanada qorong'ulashdi. Ey Alloh. Yana shu sinovim ham bormidi? Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalar, opa-singillar, ayniqsa bizni musofirda ko'rib turgan jigarlar. Bilasizlar, sizlarga anchadan beri Tespay ilovasini tavsiya qilib kelamiz. Bugun biz mana shu Tespayda rasmiy ofisdamiz. Ko'rib turganlaringizdek, bu yerda kun-tun sizlar uchun mutaxassislar ishlashmoqda. Shunday ekan, hurmatli aka-ukalar, Tespay ilovasi rasmiy, ishonchli. Siz peshona teringiz bilan topayotgan pulingizni bemalol Tespay orqali jo'natishingiz mumkin. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Tespay ishonchli hamda xavfsiz. Tespay, biz bilan qulaylikni his qiling. Assalomu alaykum hurmatli Shov-Shuv TV kanalining kuzatuvchilari. Sizlar bilan men Jamshid Ismatov. Sizlarni bugungi videoda ko'rib turganimdan juda ham xursandman deya olmayman. Chunki biz Jizzax viloyati Jizzax shahriga keldik. Bilasizlar, o'tgan yili bir oilani chiqargandik. Mana qo'limdagi bolachani ko'ryapsizlar. Juda ham achinarli holat. Chunki mana o'ng ko'zi protezda. Chap ko'zi ham o'zi hozirgi kecha kunduzga kelib 50 ga 50 bo'lib turibdi. Agar mana shu bolachani ismi Ibrohimbek. Shu bolachani chap ko'zini ham hozir davolamasa, jigarlar, bu bolani ko'zi ko'rmay qolishi mumkin. Men sizlarga bor haqiqatni aytayapman. Lekin buni otasi dunyodan o'tib ketgan. Agar boshqalarda farzandiga o'xshab otasi bo'lganda edi, bu bola balkim bu darajada qiynalmagan bo'lardi. Har safar bir oilani olib chiqayotganda ichimdagi bor dardimni va bularni dardini qo'shib sizlarga video lavha qilib chiqaman. Aka-ukalar, keling. Bu o'tkinchi dunyoda faqat siz va bizdan yaxshilik qoladi. Hech narsa olib keta olmaymiz o'zimiz bilan, aka-ukalar. Mana shu bolachaga bir e'tibor qiling. Mana shunday shirin bolachani qanday qilib hozir bir inson murojaat qilib turganda men yordam bera olmayman deyish mumkin. Buning uchun bizning yuragimiz tosh bag'ir bo'lishi kerak. Yo'q aka-ukalar. Biz niyat qildik. Mana shu videomda har bir ko'rayotgan mo'min musulmon aka-uka, qo'shni respublikadagi birodarlarim maksimalli darajada kamida 1000 ta, 2000 ta yoki 5-10 mingta like bossalaringiz bir haftani ichida rezultatini sizlarga ko'rsataman. Albatta kanalga obuna bo'lib, mana shu bolachaga qo'limizdan kelgancha yordamni beramiz. Jamshid, siz efirlarni boshlang deb aytayotgan bo'lsalaringiz, men qo'lim ko'ksimda har doimgidek birgalikda harakat qilamiz. Mana endi hozir ko'z yoshlari bilan sizlarga murojaat qilib chiqmoqchi bo'lgan ayol mana shu bolachani onasi. Afsuski, bu opamiz ham tug'ilgandan beri siz va bizday dunyoni ko'ra olmaydi. Ikkala ko'zi ham protez. Afsuski mana shunday. Aka-ukalar, men birovni yig'latmoqchi emasman, kimnidir yuragini junbushga keltirmoqchi emasman. Siz va bizning oramizda mana shunday insonlar Allohga shukr qilib yashayapti. Siz va bizning ko'zimiz ochiq bo'la turib, gohida Allohga noshukrchilik qilib qo'yamiz. Bunim yetmayapti, bunim yetmayapti. Lekin qarang, mana shu yashab turgan domi ham 20 yillik kreditda 6 yilini to'labdi. Shu holatida ishlar ekan, ko'zi ojizlar internet maktabida shu holatingizda borib dars berar ekansiz. Allohdan nima so'ragan bo'lardingiz? Shu farzandim
yaxshi bo'lib ketsa, ko'zi yaxshi bo'lib ko'rib ketsa menga boshqa hech narsa kerak emas. Mana shu bolam ko'rib ketsa, shuning uchun kurashyapman endi. Mana 1 yildan beri olib borib kelyapmiz Moskvaga. Necha marta borib olib keldingiz shu paytgacha? Har oy boryapmiz, deyarli har oy. Ana shu yozda mana sizlar kelib yordam berdilaringiz. O'tgan yili. O'tgan yili yordam berdilar, bizga pul yig'ib berdilaringiz. O'shandan olib bordik, yozdan shundan beri borib kelamiz. Buni davolatib qilib turmasa, nima bo'lmas ekanda, qarab turish kerak oxirigacha endi. O'shanga harakat qilyapman, qo'limdan kelgancha oxirigacha olib borishga endi. Iloyim Alloh o'zi mana sizlar nima sabab qilib jo'natishdi. Hayajonlanmang. Opa, hammasi yaxshi bo'ladi. Bitta shu musofirda yurgan aka-ukalarimizni, xalqimizni haqqiga bitta duo qiling, yig'lamang. Mana shu yurtdoshlarim, aziz yurtdoshlar, aka-uka, opa-singillar, musofirda yurgan aka-ukalar, opa-singillarim, hammalaringizni Alloh o'zi qo'llasin. Har doim Alloh panohida bo'ling sizlar. Qanday orzu-niyatlaringiz, qanday niyatlaringiz bo'lsa, orzularingiz bo'lsa, hammasiga erishib yurishlaringiz tilakdoshman. Farzandlaringiz huzurini ko'ring. Hech kimni farzandi kasal bo'lmasa, o'zi ham sog'lik bo'lsin. Birinchi o'rinda sog'lik, tinchlik bo'lsin ekan. Har doim yuzlaringiz kulib yursin. Ikki dunyo saodatini bersin hammaga. Alloh ishlaringiz barakatini topganlaringiz barakatini bersin, ishlaringiz rivojini bersin Allohim o'zi. Yo'llaringiz har doim o'ng bo'lsin, ochiq bo'lsin, yo'llaringiz ochsin Alloh. Alloh akbar. Hayajonlanmang. Farzandimga shifo bersin Alloh. Shifo yo'lini Turmush o'rtog'ingiz nimadan vafot etganligini ham bir og'iz aytib keting. Yangi kirganlar, bilganlar bor, bilmaganlar bor. Turmush o'rtog'im jigar sirrozidan vafot etdi. Necha yil bo'ldi? 1 yil bo'ldi. Mana shu aprel oyida o'tgan yili. Aka-ukalar, opa-singillar, o'tgan yili aprel oyida mana shu bolachani dadasi jigar sirrozidan olamdan o'tib ketgan. Lekin afsuski kech bilgan bo'lar. Lekin hozir shu kecha kunduzda shu bolani tinimsiz Moskvaga olib kelib turibdi. Endi Moskvaga olib borishi o'zi bo'lmaydi va har bitta tekshirishi kamida 100 mingdan ziyod rubl ketaydigan jigarlar lichinasi borib kelishi va o'zlarini mayda-chuda xarajatlariga Xudo xohlasa 4-5 kun efir qilsak, inshaalloh nasib bo'lsa shu bolani bitta ko'zi protez, ikkinchi ko'zini asrab qolish uchun harakat qilyapmiz. Onasi o'tgan safar kelganimizda ham, hozir ham o'tirib gaplashganimizda bitta gapni aytdi. O'g'limni menga o'xshab ikkita ko'zi ko'rmay qolishini xohlamayman. Hech bo'lmasa bitta ko'zi ko'rib tursa ham, endi ikkinchisini ilojisi yo'q. Yana bitta ko'zi ko'rib tursa ham men roziman. Shu o'g'lim yaxshi bo'lib ketishi uchun deganligi uchun aka-ukalar, opa-singillar, shu bolachaga qo'limizdan kelgancha yordam beraylik. Alloh rozi bo'lsin jigarlar. Mana sizlarga ko'rsatdik, holatni tushuntirdik. Tushunmaydiganlar bo'lsa aka-ukalar kommentariyada yozingizlar. Xudo xohlasa biz agar bugun mana shu videomizni maksimal darajada tarqatib 1000 ta 2000 ta like deb bossalaringiz, ertadan efir qilamiz. Aka-ukalar, qolgan gaplarni ertaga efirda gaplashamiz. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Xayr jigarlar.